Hello YouTube do'stlar, sizlar bilan birga Maisha Studios do'stlar, xo'sh bugungi videoda sizlar bilan birga biza previewdan ko'rganinglardek zo'r TNTlarni sinab ko'ramiz bolalar. Qani bo'lmasam bolalar, sekin sizlarga TNTlarni ko'rsatib turaman. Mana shu 20 tacha TNTni tekshirib ko'ramiz bolalar. Qani ko'rasizlar bolalar, hozir sekin pastga taxlab olamiz va taxlab olib sekin boshlashga o'taveramiz bolalar. O'zingizlar yaxshimi, tinchmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi bolalar? Bizada ham zo'r, o'zimiz zo'r tintilarni qilib, zo'r yurimiz. Xullas, videolar ham bolalar mana chiqib turibdi-da. Shuning uchun ham albatta podeshka qilishingiz kerak. Ya'ni meni videomni odamlar ko'rmayapti. Ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Shuning uchun ham davaychi bolalar. Hozir biza bolalarni qo'yamiz. Birinchi spagetti tintinisimiz bu tinitini sinash uchun anonga tushish kerak, ya'ni pastga-da. Sekin pastga tushib olamiz bolalar. Suv oldida qo'yishimiz kerak. Andavaychi oldiga borib bitta bosib o'ramiz. Davaychi. Ko'ramiz bolalar qanaqa portlaydi ekan. Yo bolalar, xullas mana chet portlatsangiz sizlarga mamlaqa yo'l ochib berar ekan. Ana bolalar, mana shuni suv ichida portlatib ko'rsaychi, nima deysizlar? Suv ichida ikkita portlatib ko'raman, davaychi. Ana bolalar, sekin teparoqqa chiqamiz va pastga tushib ko'ramiz. Normal emas, xullas. Do'stlar, men bunga 10 dan necha beraman? 10 dan 5 mi beraman, xullas, chunki yoqqani yo'q, chunki foydasi ham yo'q buni desa ham bo'laveradi, lekin ozgina bo'lsa ham foydasi bo'lishi mumkin-da. Endi tornado degan tintin sinab ko'ramiz bolalar. Davaychi. Bu menimcha tornado qo'yaradi odamni. Da. Ko'p tintilar otib tashlayapti. Mana hayvonlarni ham o'ldirib tashlayapti bolalar. Qani sirrazu ko'ramiz, okey. Xullas do'stlar, mana shunaqa portladi, ko'rdinglar. Men bunga 10 dan necha beraman bolalar? 10 dan 8 beraman, zo'r. 7 beraman, mayli 7. Cho'tki chiqdi bolalar, 7 beraman 10 dan. Mana ikkita tintinni yo'qotib olaylik-da, bo'ldi, tamom. Sekin mana shuni bittasini portlatib yuborsak, davaychi. Endi sekin orqa-orqa qochamiz. Okey bolalar, zagruska qo'yardi bizani. Bo'ldi, tushundim akalar. Agar hayvon bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, hayvon. Hozir bitta portlatib yubordik. Hayvon bo'ladigan bo'lsa, hayvonlar uchirib yuboradi. Misol uchun sizlar kechqurun Minecraft yuribsizlar, sirazu uchirib yuboradi hayvonlar. Ko'p hayvon kelayotgan bo'lsa ham, uchirib yuboradi. Men bunga yoqtirmadim, lekin 10 dan mayli 4 beramiz bolalar, chunki yoqmadi-da. Okey, xullas, magnit tintin mana bu tepaga chiqib, eng tepasiga chiqib portlatib yuboramiz, mana shu yerda. Okey, davaychi bolalar, sekin portlataylik magnitni ham ko'ramiz hozir bu magnit qilib hamma narsalarni o'ziga yig'ib oladi. Sam bolalar unaqa portlatib yubordi-da. Ko'rishinglar mumkin, niriyani portlatib yubordi-da. Xullas, endi sekin tepaga chiqib ko'ramiz bolalar, cho'tki. Men bunga 10 dan 8 mi? Yo'q, 6 beraman, 10 dan 6. Normal bolalar. 10 dan 6 beramiz. Davaychi. Davaychi. Qishloqqa zarar yetmasa bo'ldi bolalar. Bratdan. He, brat. Bolalar, nereali bu? Bolalar, nereali. Xullas, bolalar, effekti ham yoqdi, bolalar, qolgani ham yoqdi. Nereali qo'yardi bolalar. Demak, men bunga 10 dan 9 bersam bo'laveradi bolalar. Davaychi, kelinglar, mana shu yerga spawn urib ketamiz. Davaychi, spawn qo'ydim.
Xullas bolalar, endi srazu keyingisi mana bu roket tintiga o'tamiz bolalar. Srazu qani portlatib yuboraylik. Mana mashga qo'yib qishloqqa zarar yetmaydi bolalarda. Xullas portlatamiz bolalarda, ayting. Bolalar nereye uchib ketdi, qani nima qilarkin bolalar. Biz ham tepaga uchaylik orqasidan. No way bolalar, nereye bu? What the hell? Bratan. Nereye qildi bolalar hozir? Gap yo'q bolalar hozir. Gap yo'q. Hozir endi mana ikkita tintimiz qoldi. Endi srazu mana shuni change tintin mashta portlatib yuboramiz. Qani bolalar, portlataylik, qanaqa tinti ekan. Yo bolalar, bu olov berib nimadirlar qilib tashadi-yu. Yo! Bolalar. Nereye tinti ekan. Hop bolalar. Hammasi o'ndan berib chiqaman bunga. Ondan nechi beramiz? Ondan 9 emas, yo'q, ondan 7 beraman. Yo'qdi. Ular endi water tintimamchi suv quvuradi bu. Shuning uchun ham mana shunda portlatib yuboramiz. Ana, mana suv chiqadi. Mana suv xullas fontanda yoqib turibdi bemalol. Cho'milishinglar ham mumkin mana shunaqa. Xullas bunga men 10 dan 6 beraman, yaxshi tinti. Xullas ana endi keyingilariga o'tamiz. Mana bolalar, sekin tintalarni yig'yapman. Mana shu tintalarni birma-bir hozir tekshirib ko'ramiz. Endi bolalar, hozir birinchisidan boshlaymiz. Mana 12 tintimamchi bu. Bitta tintidan 10 ta ko'proq-da. Shuning uchun ham portlatib yuboramiz. Bolalar, endi sekin tez portlatish boshlaymiz, chunki shuning uchun ham ko'raylikchi bolalar. Zo'r portladi. Men bunga 10 dan 5 berardim. Endi keyingi tintimiz 20x tinti bo'lar ekan. Hop. Ko'ramiz bolalar, bu xuddi o'shanga o'xshagan, faqat ko'proq. 20 ta tintida, xuddi oddiydek. Ham portlatib ko'ramiz hozir. Ashagan tepaga qarab tushaylik-da. Yo bolalar, bu nereye ko'p portladi undan. Unga 5 bergan bo'lsam, bunga 6 beraman-da. Zo'r portladi. Xullas, endi buni ham yo'qotib yuborib, sekin keyingisini portlatib yuboramiz bolalar, aychi. Endi keyingisi bizda air tinti ekan. Buni ko'ramiz. Antenaga o'xshayapti yuzidan, bilmadim. Qani srazu portlatib yuboramiz. Tepaga chiqaylik. Ana ko'ramiz nima ekan, qanaqa. Yo bolalar, skelet ham ketdi-da. Bu ham yaxshi portladi. Bunga 10 dan 4. Uncha emas, normalniy bo'ladi-da. Xullas, endi keyingisi mana quyosh ham chiqyapti-da. Endi xullas keyingisi uni portlatamiz. Keyingisi bizda mining tinti bo'ladi. Mining tintini portlatib yuboramiz. Ko'ramiz. Sekin portlatib yuboraylikchi. Ko'ramiz hozir qanaqa portlaydi ekan. Wow, bolalar, bu qanaqa portlayapti. Bolalar, bo'ldi, tushundim, qaranglar. Hozir oldiga kelaman. Qaranglar. Bu faqat pastga olib chiqar ekan. Bular shaxta. Misol uchun sizlar nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, srazu olasizlar va mana shuni srazu pastga tashlaysizlar, bolalar, qaranglar.
ketdi bolalar, давайте. Mana ketdi bolalar. Da shunaqa shaxta bu. Давайте сразу kengsiga o'tib ketamiz. Chotki bolalar, menga yoqdi bu. 10dan 8 beraman. Chunki juda ham zo'r. Xullas, давайте kengsi meteor tinti. Ko'ramiz bolalar, meteorit yog'ishdimi shunaqa xullas. Olovlida olov. Xullas, portatoriyalicha olovlimi yoki rosam. Ko'ramiz bolalar. Qani portladi, okey. Ko'rinmayapti bizga. Xullas, mana ko'rindi endi. Xullas, mana hamma joyi olov qilib tashirganda. Shunaqa tintigan bu. Bunga 10dan 7 beramiz, yaxshi. Xullas, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi tintimizni ham sekin portlataveramiz deb bolalar. Davomli keyingi tintimiz qaysi? Tinti bo'lar ekan bolalar. Keyingi tintimiz Destroyer degan tinti. Portlaymiz, unga o'xshaydi bu yomon. Ishlatishadi bolalar, harbiylar o'sha 10 sekundda portlaydi, qochdi. Menimcha bu yaxshi tinti bo'lsa kerak bolalar. Ana portlatvordi. Endi sekin qochib turishimiz kerak ekan. Davайте tepaga qarab, pastga qaraveraylik. Shunda bilamiz bu qanaqa tinti ekanligini. Bolalar, qanaqasi qotyapti. Hozir turibdi, ishlamay turibdi bolalar, hozirchalik. Ham bola qotib turibdi qani. Bolalar, mana ishladi endi. Bu qotyapti yomon ham, xullas. Do'stlar, buni sразу bal beraman chunki qotyapti. 10dan 7 beramiz, chotki xullas. Sразу keyingisiga o'tamiz. Keyingi tintimiz burning degan tinti. Hozir buni ham portlatib yuboramiz, давайте. Ko'ramiz bolalar, bu ham olovli ekan. Sekin tepaga qarab pastga tush. Bu ham normalniy bolalar, xullas. 10dan 5 qo'ysak normalniy-da. 10dan 5 qo'yamiz, давайте keyingisi. Sразу keyingisiga o'tib ketamiz. Xullas, keyingisi Block Hill degan tinti. Mashcha qo'yib portlatamiz. Ko'ramiz bolalar, bu ham qanaqa portlayotgan. Bolalar, bu lekin nereye? O'ziga tortyapti. Bolalar, men ham o'zimga tortib ketyapti bolalar. Bo'ldi, menga yoqdi bu. 10dan 6 qo'yaman. Odam o'ziga tortib olib, keyin bolalar olovli ham qilar ekan. Zo'r, yaxshi, chotki. Xullas, ana endi oxirgilar qoldi. Oxirgi 4ta. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta. Xullas, mana 2x tinti bu menimcha eng oson tinti. Xullas, portlatamiz. Ikkita portlaganda bo'ladi, to'g'rimi-da? Sразу. Mana. Xuddi ikkita tinti portlatganinglardek bo'ldi уже. Xullas, endi keyingisiga o'tamiz. Undan oldingisini ko'ruvdinglar, shuning uchun mana 5x tintini qilamiz. Ko'ramiz bolalar, 5x tinti xuddi 5 ta tinti deydi bolalar. Xullas, mana xuddi 5 ta tinti portlatganda mana shunaqa. Xullas, ana endi oxirgisiga o'tamiz. Teparoqqa chiqib portlatamiz bolalar oxirgisini. Sekin tepaga chiqdik. Ana endi mana shu oxirgisini portlatamiz. 2x emasdi-yu. Okey, hop, 2x portlatib yuboraylik. Endi keyingisi mana oxirgi tintim qoldi. 5x ham portlatib yuboramiz mana shu yerda. Ko'ramiz bolalar, qanaqa chotki chiqishi.
Hozir 5x ham portlatib. Normal, xullas. Ana endi keyingi eng oxirgisi impossible degan tinti menimcha shunaqa. Xullas portlatib yuboramiz. Unga bu xullas-da o'sha xullas tuxum otadi xullas. Unga undan to'r qo'yaman-da. Xullas videomiz tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar.